Bemorimiz 20 yildan beri grijadan aziyat chekib kelganlar. Ko'p joylarda davolanganlar. Bir yaxshi bo'lib, bir yomon bo'lib, umrlari davomida shu grija bezovta qilib kelgan. Oxirgi 6 oy mobaynida og'riq juda ham kuchli bezovta qilgan. Juda ham ko'p muolajalar olganlar. Bizdan oldin bir 7-8 ta joyga boribsizmi? 7-8 ta joyga borib lechin oldilar, lekin samarasiz. Sababi nimaga? Grija eski, 20 yildan beri bezovta qilib kelyapti. Yaxshi muolaja qilinmaganligi sababidan hayot davomlarida bezovta qilib kelyapti burasi. Hozirgi kunda biz 6-muolajani qildik. Kelganlarga nisbatan 40-50% og'riqlar pasaydi. Xudo xolasa yana 6 kun davomida va undan so'ngra esa yana 2 hafta davomida pakoy holatda kuzatamiz. Ikkinchi kursgacha 2 oydan keyin boshlaymiz. Og'riq bo'lsa, bo'lmasa. Lekin ikkinchi kursgacha Ashti 90-100% og'riqlarsiz ikkinchi kursgacha keladilar xudo xolasa. Ikkinchi kursgachadan keyin o'zlarini haqiqiy bir sog'lom insonni his qilishni boshlaydilar. Grijasi borlar, o'zinglarni vaqtlarini o'tkazib, sudrab yurmanglar. Sababi u grija o'zidan so'rilib qoladigan narsa emas. Tezroq muolajasini qilish kerak, lichenasini olish kerak va sog'lom turmush tarziga tezroq qaytish kerak. Agar siz ham samarali va tezroq shifo topishni istasangiz, quyidagi nomerlarga murojaat qiling va biz bilan bog'laning.